Qadrli kuzatuvchilar, milliy sertifikat savollarining 42-savoli tipida doim siz she'riy san'atlar yoki mumtoz parchalarni umumiy badiiy poetik tahlil qilishga demak majbur bo'lasiz. Aynan shu va shu kabi savollarni birgalikda ko'rib o'tamiz. 42-savol: ajratib ko'rsatilgan so'z yordamida she'riy san'atlarni aniqlang va yozing deyilgan. Dedi ne hol erur hayhot hayhot, netar jonimni olsang ey ajalbot. Demak, birinchi misrada hayhot so'ziga urg'u qaratilgan, ikkinchi misrada ey ajal so'zi ajratib yozilgan. A savolda shunday deyilyapti: birinchi misradagi she'riy san'atni aniqlang. Demak, hayhot so'zi takror kelyapti. Mana bu o'rtasida chiziqcha kelishi, ya'ni o'sha takroriy so'zning kelishi mukarrar san'atni yuzaga chiqaryapti. Mukarrar. Aynan bosh harflar bilan yozishingiz muhim. Negaki milliy sertifikat imtihonida, ya'ni savollarni ishlayotgan paytda hech qachon kichik harf emas, bosh harflar bilan yozasiz. Siz mashq jarayonida bosh harflar bilan yozishingiz orqali imtihonga qaysidir ma'noda shaklan tayyor bo'lib borasiz. B savolga qaraymiz. Ikkinchi misradagi she'riy san'atni aniqlay deyilyapti. Ikkinchi misrada ajalga, demak, o'sha Farhod murojaat qilyapti. Bu oddiygina nido badiiy san'ati, ya'ni hisoblanadi. Demak, milliy sertifikat imtihonlariga tayyorgarlik ko'rishni o'z oldingizga maqsad qo'ydingizmi? Bizning kanalimizga doimiy obuna bo'ling. Shu va shu kabi savollarni bizda oson ishlash yo'llarini ko'rib borasiz.